Miladi 1899 yili İdiqut diyarida mundaq bir ta'sirlik vaqa yuz bergan ekan. Lükçünvanı Sultan Mahmud Pichonning Muran mahallasidagi Soyib Jamol qiz Ana Nurxonni kichik xotinlikqa olmoqchi bo'ldi. Ana Nurxonning Jelil ismli loyiqi bo'lg'achqa Sultan Mahmud Vanға tegishga qat'iy unamabdi. Zalim Sultan Mahmud Van huquq imtiyozidan foydalanib, Ana Nurxonni majburiy amriga elib o'rniga ko'chirib keldi. Ana Nurxon dal shu kuni kechasi eng muvofiq paytda Sultan Mahmud Vanni abchil tig' bilan yaralandirib, intiqomini oldi. Shuning bilan Sultan Mahmud qansirab o'libdi. Qatma-qat sepil qashalar bilan o'ralgan bu sirlik o'rdidan kechib qutulishga ko'z yetmagan Ana Nurxon pok vujudiga g'ubor qo'ndirmagan holda necha kez egizlikdagi derazadan o'zini tashlab bu razil dunyo bilan vidolashibdi. O'zining iffat nomusini va pok muhabbatini qo'g'dash uchun mustabidlarga jang e'lon qilgan qahramon Ana Nurxonning nomi shundan buyon tilloda doston bo'ldi. Ana Nurxonning oshig'i Jelil uning ishqi firaqida hasratlik naqshi g'azallarni aytib olamni chong keltiribdi. Bu yolqinlik naqshilar avloddan avlodga davomlashib ta bugungacha aytilib kelyapti.
Ayar ey ana Nurhan'dan ayrıldım. Şabdullah çiçeğine ayar